Keyingisi yo'l harakati qoidalariga amal qilishning shar'iy hukmlari qanaqa? Islom fiqhi akademiyasi va Saudiya Arabistoni podshohligining ilmiy bahslar va fatvo berish bo'yicha doimiy qo'mitasi, fatvo tashkilotlari va jumhur ulamolari aytadilarki, yo'l harakati qoidalariga amal qilish vojibdir. Ular o'z so'zlariga shariat ko'zda tutgan foydalarni jalb qilganligini aytadi. Ya'ni ular o'z so'zlarida yo'l qoidalarini ishlab chiqishdan maqsad odamlarga manfaat yetkazish. Mana shu nuqtai nazardan bularga amal qilishlik vojib deganlar. Shariat qoidalariga soladigan bo'lsak, yo'l qoidalariga amal qilishlik aslo shariatga zid emas. Undan hamma odamlarni foydasi ko'zlanadi. Yuqoridagi yo'l qoidalariga amal qilishning lozimligi va uni buzganlarga moliyaviy jazolar qo'llash mumkinligi ham kelib chiqadi. Shunisi achinarliki, ayrim mutaassib johillar, qo'shtirnoq ichidagi fatvo beruvchilar yo'l harakati qoidalari Qur'oni Karimda ham, sunnatda ham kelmagan, u islom shariatidan tashqaridagi narsa, demak unga amal qilmasa ham bo'laveradi degan ahmoqona fikrlarni aytadiganlar ham bor. Ba'zi musulmonlarning bu kabi nayranglarga uchishi oqibatida bugungi kunda yo'ldagi tartibsizliklar, dilxiraliklar va o'lim holatlari bo'yicha musulmon yurtlari avvalgi pog'onalarida turibdi. Aslida yo'l qoidalari, ularga amal qilish madaniyati musulmonlarda yuqori bo'lishligi kerak edi.